qaraydigan bolsak, atalmış Tinch Okean əməliyyatdakı Qərbi Tinch Okeandır. Qərbi Tinch Okeandan Hindi Okeanıgacha o'tirdi Janubi dengiz bilan tutuşup turdi. Ondan Hindi Okeanga bardi. Amerikaning Hindi Tinch Okean strategiyasi eng oxirida mana shundaq Tinch Okean bilan Hindi Okeanni Janubi dengiz orqali tutashtirdi. Ondan Junguni qo'rshovga oldi. Amerikaning harbiy kuchi va ittifoqdoshlarining harbiy kuchini ishlatib, geopolitika va harbiy jihatda Junguni harbiy jihatda politika ittifoqdoshlarining kuchini ishlatib, geopolitika va harbiy jihatda Junguni qo'rshovga olishni tamam ishga oshirdi. Shundoq tushunsak, Hindi Okean Hindi Tinch Okean strategiyasini to'g'ri tushungan bo'lamiz. Hindi Tinch Okean strategiyasi bu xil ariq ko'rinishni muhokamalar orqali Oqsaroyning nazar doirasiga elib kirdi. Hamda Amerikada Prezident Trump vazifa tugagan mezgilda Amerikaning strategik siyosatiga aylandi. Hamda Prezident Trump vazifa tugagan mezgilda Hindi Tinch Okean strategiyasi Amerika Qo'shma Shtatlarining strategik siyosatiga aylandi. Hindi Tinch Okean strategiyasi Junguni cheklaydigan strategiyaning muqarrarligidir. Yani Junguni cheklaydigan strategiya, Hindi Tinch Okean strategiyasi Junguni cheklaydigan strategiya ekanligi muqarrardir. Jungo mudofaa ko'rmasa bo'lmaydi, deydi Janxao. Yarashar vaqt gezisiga o'xshaydi. Janxao shundoq deydi. Undaq bo'lmaydi ekan, avarichilik yetib keladi, deydi Janxao apandi. Hurmatli vatandoshlarım, bugungi leksiyalarim mishada oxirlashdi. Bugun yana fikr qildigan, muhokama qildigan ishim bordi, ko'rdinglar, yig'ayotgan yomg'irni. Şuna meni kechiringlar, hurmatli vatandoshlar.